Bizda buni ekran qilib chiqamiz. Bag'i 10 ga 40 qilib turib, listdan gibga stolda egdirib chiqamiz-da buni. Endi ustiga ishlaymiz. Darvoza kursi buni 40 sm chiqqan uni ekran bo'lib. Beylar kvadratga kirmaydi, beylar ham kvadratga kirmaydi. O'zim svarka qilganman deyaptilar. Endi mana taroqli fasonamiz bor, aka. Bu 2 qavatli bo'lgan. Bu ham 2 list 1 million 400 ming so'mdan berib yuboraman shuna holatda. O'rtoqlar 1 million 600 yasalgan o'zi bu. Ha, o'zi buni 1 million 600 ming. Endi buni suhbatlashsak, men aka 2 lik ishlataman, 1.8 ham ishlatmayman deyapti. Assalomu alaykum, Mega Dunyo kanalining qadrli obunachilari. Darvozani devonasidan, injig'idan, injiq odamlar qo'yadigan darvozalarni yasaydigan ustaxonaga kelganman. O'rtoqlar, qaranglar darvozalarni injiqlari. Hozir bu ko'rinishdan unaqa sezilmay turgan bo'lishi mumkin-da. Yo'q, yaqindan olib kelib qarasanglar, mana uni qaranglar. Voy. Samarqand fasonini haqiqiy original yasaydigan ustani yoniga kelganman. Diqqat qilinglar. Assalomu alaykum. Sog'liklar yaxshimi, charchamasdan? Yaxshimi, sizmi? Charchama, aka. Bu nima ahvol? Bu nimalar qilib ishlayapsizlar? Samarqand fasonini biz Samarqand fason desam boshqachasini tuyardi. Bu umuman boshqacha variant. Bunga o'ta mehrli berib yuborilgan bu darvozaga. Voy. O'ta eng original varianti desa ham bo'laveradi. Umuman materialdan, umuman ayolmagan qalinligi ham, sifati ham behijolatda xohlasa. Qaranglar, voy, nalichkalari bilan o'zi Samarqand fason nalichka bilan yana ham go'zallashadi, ha? Odatda ko'pchilik mana bundan qo'yib nalichka qilibdi-da, mana o'zidan. Bizda endi qara, simala qo'yibdi. Mana truba bor buni tagida. 159 lik truba, 2,5 stenka buni. Buning ustidan lazim nalichkani o'zi ham 3 qavat holatda bitgan. Hattoki mana o'zi darvozani o'zi 3 qavat ekan. Bu 3 qavat. Nalichkani ham 3 qavat qilib tashlashdi. Qoyil qoldim, lekin mana birinchi qavat. Mana lazer ikkinchi qavat, mana ichidagi truba 3-qavat qaranglar. Turbaning ustidan lazer aylantirib qaranglar. Voy. Bu simala gullari ham aka tunka gul emas bular. Tunka gul emas, simala gul. Bularni kilobayt turadi bular. Ha, kilosi pul. Ha, kilosi pul. Endi uni oyat yozuv bilan tushirib berganmiz, alhamdulillah degan. Yozuvlarni qaranglar. Voh. Bu tevalari ham o'ta boshqacha holatda chiqqan, xudo xolasa. Tepalari ham, gullari juda ham o'ziga yarashib chiqibdi. Xullas, aka Samarqand fasonga nima kerak biz umuman ayolmagan. To'g'risi, materiallar umuman to'tilmagan. Hop, ikkita yoni tagi rossiyskiy shveller bo'lgan. Rossiyskiy. Profillari 8 ga 4, 1,7 stenkada bo'lgan. Ichi 1,5 stenka bo'lgan. Listlari 2 qavat 2 lik bo'lgan. Oldidagi bilan 3 qavat bilan reflonka lisi bilan. Reflonka lisi ham haliga oddiydan qo'yilmagan. Idavabga 2 ga 1 idavabga vibralardan foydalanganmiz. Ham tashqariga zina, ham ichkariga zina. Kovka gullarni ham originaldan ishlatganmiz, xudo xolasa. Qalinlardan ishlanibdi o'zi ham, ha? Xudo xolasa behijolat gap bo'lishi mumkin emas, lekin. O'ta ideal holatda chiqadi. Bu aka men o'zimning qo'limdan chiqadi, o'zim yasaganman buni. O'zim svarchiman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishim kerak. Ukamizning o'zlari svarkada ishlar ekanlar. Endi kraskani sheriklari separ ekan, lekin mana shu darvozani o'zlari yasagan ekanlar, o'zlarining qo'lidan chiqqan. O'zimga qanaqa yasasam, o'zimning o'yimga, o'zim birodarimga, qo'shnimga farqi yo'q. Ponna qalinlar ishlatiladi. Keyin lissi ham aytdilar, to'g'risi aka 1.8 ham ishlatmaymiz, 2 lik ishlataman deyaptilar. 2 lik ishlatamiz. Oldingi bilan 3 qavat bo'lgan, shumkali bo'lgan. Umuman ovoz yo'q, xudo xolasa. Beylarni ham ko'rsangiz, odatda bitta profil qo'yib qo'yishadi, xolos. Beyda qarang, beylarni ham hattoki zina bo'lib ketgan. Ishlangan, mehr berilgan. Bu 3 qavatlik variant. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, marhamat, ekranda nomer qo'yib qo'yapman. Namanganda Lola dahasida, Lola Jahon bozorining yonida sexlari, shu sexlariga kelib, mana shu sex polni, mana shu darvozalar yasaladi. Endi biz video olishimiz uchun darvozalarni yig'ishgan. Mana bu yerlarda mana darvoza qo'yadigan eshiklari ham bor. Bir chekkaga olib biz video olishimiz uchun sharoit qilib qo'yishgan. Xudo xolasa. 3 qavatli darvoza haqiqiy zo'r. Qarang, endi bu 3 qavat bo'pti. Metallar zo'r bo'lgan, puli ham zo'rdir. Aka buni kvadrat metrini 1 million 700 mingdan olganmiz. 1 million 700. Men hozir bir 2 millionni narx aytasizmi deb turdim. 1 million 700 ming. Aka 1 million 600 ming chiqarganmiz, bular narxini, 2 qavatligini. Xo'p, hozir 2 qavatligini 1,5 milliondan qilib beraman. Umuman so'raydigan joyi ham yo'q, o'zi aslini olganda. 3 qavatligini 1 million 700 mingdan qilib beraman. Shunaqa full 2 qavat 2 lik, oldingi bilan reflonka lisi bilan 3 qavatga aylandi. 8 ga 4 profil, tagi ikkita yoni rossiyskiy shveller bo'ladi. Qarang, endi mana darvozani orqasi ham xuddi shunaqa variant qilsak, qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladimi endi u ham?
zo'r bo'ladi. Endi u ortiqcha rasxod deb. Ortiqcha rasxod. Lekin shuni xohlaydigan akalarimiz bor-da. Ichkaridan ham darvozani ko'rib maza qilib o'tiray degan akalarimiz uchun uni ham yasab beraveramiz. Yasaymiz, uka, xudo xohlasa. Butun O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastavkamiz bor. Endi mana Qirg'iziston, Tojikistonlarga kargogacha dastavkamiz bor. Uylarga borib olib o'tib berishsa, o'zim imенно o'tib ustanovka qilib beraman joylariga. Ha, Qirg'izistonni ham gaplashiladi, kelishilinadi. Butun O'zbekistonga dastavka, ustanovka bor. Endi dastavkaga, ustanovkaga pul olamizmi, отдельно olmaymizmi? Yo'q, kargogacha bizdan, kargo xizmati bilan o'zlari uylarga olib borishlari o'zlaridan. U boshqa davlatga. Endi O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka o'sha 1,700,000 ni ichida. Ha, shuna. To'g'rimi? Gap yo'q. O'rtoqlar, marhamat, Samarqand fasonining haqiqiy originallarini yasaydigan ukamizdan shedevr. Qarang, endi hozir hamma Samarqand fason ekanmi bu? Ha, okey, endi mana ham bor. Endi bizda aslida Samarqand fason. Bular Simalaliklar, bularni endi yasashni boshladi. Xudo xohlasa bularni kvadrat metri 2 million so'mdan, orqasi gilat holat bo'ladi, oldi mana shu ko'rinish bo'ladi. Endi buni narx ko'p ko'tarilib ketishiga Simalagul qimmatligi sababda. Bularning kilosi 40 ming so'm turadi-da. Mana shu darvozaga adashmasam примерно 45 kilo 50 kilo atrofida ishlaydi. Mana gul pul mashalari. Endi mana ular ham puli, lekin mana qimmatroq ketib qolar ekan. Qimmatroq shular topib gullarni qaranglar mana. Qaranglar, bunday qilib oling. Screenshot qilib sizlar tashlab berishinglar uchun yaxshi variant. Hozir bu 2 qavat bo'lganda endi. Bu 2 qavat, orqasi gilat holatda bo'lgan, bu yerlar bilan 3 qavat hisoblanadi. Ha, mana bu bilan 3 qavat deb hisoblasa ham bo'laveradi. Buni 6 kishi zo'r ko'taradi bitta qanotini. Vau, bu ham og'ir chiqqan. Bu ham 2 qavat, 2 lista bo'lgan. Endi narxini qancha qilib bera olamiz endi? Bularni oka 2 milliondan qilib beraymiz mashina holati. 2 milliondan. Arzonroq variantini qilsak bo'ladimi? Arzonroq variantini qilsa ham bo'ladi. Yo'q, arzon variantini qilsak, ertaga yaramay qolsa, yo'q, misol listi 1.8 bo'lishi mumkin. Ha, listi 1.8, endi bu 2 lik bo'lgan. Oldi 2 lik bo'lib, orqasi 1.3 bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib ozolatsa ham bo'ladi. Bu xizmat qiladi ama. Ha, lekin xizmat qiladi. Ertaga top-tashab pishib ketib, bir kraskasi ko'chib ketib, yorilib ketib. Misol lista ozgina parashlashi mumkin. Oldi misol 1.8, orqasi 1.3 stenka bo'lishi mumkin. Shunaqa o'rtoqlar marhamat. Simalali. Endi bu Simalalikning boshqa gullari ham bor-a? Ha, bor, oka. O'z turidan ko'payib ketdi. Bizga farqi yo'q, oka. Qanaqa doroza tanlasa ham Samarqand fason, umuman skromniy birorta high-tech fason tashlab berishsa, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha, Alloh taolo bildirgancha yasab beraveramiz. Xudo xohlasa. Mana darvozani qaranglar. Mana uni kopiyasi sal kichikroq, razmeri boshqacha. Bunisida endi farqi, oka. Buni lazeri splashnovan tumbagacha ketgan bu TVdan. Lazerni yaqindan ko'rish imkoniyati bo'ldi. Mana qaranglar. Bu yerda uzilgan, bunda uzilmagan, splashno bo'lgan. Mana ko'rdinglarmi? Tepalarida o'sha gullar bilan. Ichida turbasi bor. Mana turba alohida, mana lazer alohida. Ko'ryapsizlarmi? Bitta e'tibor berib olasizlar, yaxshilab. Oka, buni Samarqandga yasaganda bu darvozani. Samarqand fason darvoza. Ha, Samarqandga yasaganda ozgina insonchilik adashadi odam baribir. 10 santimetrga raysa qilib qo'yibdi. Katta yasab qo'yamiz razmerini, inini. Ha, razmerda adashishunchalik bo'lgan. Boshqa yasab berdi o'yaga-yu, buni ehtiyot sotib o'raymiz kimga kerak bo'lsa. Nalishkasidan tashqari. 1 million 400 ming so'mdan berib o'rayman shuna holatda. O'rtoqlar 1 million 600 yasalgan o'zi bu. Ha, o'zi buni 1 million 600 ming. Endi buni adashganimiz bu yerda yotmasa, pul bo'shadi. Misol zo'ril bo'lsa, telefon qilishsa, dastavka ustanovkamiz o'shanda holatda qoladi. Ha, borib o'rnatib ham beriladi o'shaning ichida. 1 million 400 ming so'mdan bu ham 1.7 ko'tar profil, ichlari 1.5 stenka bo'lgan. Mana mayda profillari ham misol qalinda ishlagan bular ham. Bular qanaqa bo'lsa, bunga ham shunaqa material ishlagan. Yo'llari o'ngon brus bo'lgan, tagi shveller bo'lgan, 2 lis, mana shirshavor bilan ikkinchi qavati. Orasi shunchalik bo'lgan. 2 qavatli variant. 1 million 600 likni 1 million 400 dan 1 million 400 ming chegirma qilib yuborildi. Sizlar uchun maxsus. Umuman farqi yo'q materialda. Undan ham bundan umuman farqi. Hammasiga bir xil material ishlaydi. Ha, material bir xil ishlagan. Odatda to'g'risini aytsam, suhbatlashsak, men aka 2 lik ishlataman, 1.8 ham ishlatmayman deyapti. Endi siz so'rasangiz 1.8 ham ishlatishlari mumkin, lekin odatda standarti bularni 2 lik. 2 lik faqat 1.8 umuman yaqinlashtirmaymiz, oka? Gap yo'q. Xudo xohlasa. Navbatdagisi ham xuddi shundan qarang. Plus TVS skvaznoyligi. Mana. Bu TVS skvaznoy. Klient shuni xohladilar, TVS skvaznoy qilib berdi. Endi ba'zilar unaqa cho'tirlik qo'yib bering deydi, ba'zilar unaqa oyat yozuv qo'yib bering deyishadi. Farqi yo'q, pullar aytsa o'ynamaydi. E'tibor beringlar mana.
Bunda ham xuddi birinchidagiga o'xshab, yarmigacha. Buniki 40 bo'lgan, buniki ham, nalichkasi. O'zi mana 30, buniki 40 bo'lgan. Endi klient mana fasetimni yopib ketsin deganlar uchun buni 40 ga berdi u. O'sha materiallar. O'sha material. Keyin oldiga ochiladigan bo'pti. Qayerga bu Toshkentga ham yo? Yo'q, bu Surxondaryoga Surxondaryo. Surxondaryo. Odatda mana darvozani tashqariga ochiladigan qilish Surxondaryoga. Toshkentda ko'proq bo'ladi-da. Mana ko'ringlar. Oshiq-moshiqlarini ko'rasizlar va mana pachimniklar ustidan qo'yganmiz, darvozamiz o'g'irda, aka. Bunga 3 ta qo'ymasa bo'lmaydi, oshiq-moshiq. Qalin material bo'lgandan keyin og'ir bo'ladi. Uni ko'tarish uchun oshiq-moshiqlarni ko'proq qo'yish kerak bo'ladi. Nelichkani ham aka ko'pchilik mendan promo olib boradi-da. Bizda buni ekran qilib chiqamiz. Bag'i 10 ga 40 qilib turib, listdan gibga stonada egdirib chiqamiz-da buni. Endi ustiga ishlaymiz. Darvoza kursi buni 40 sm chiqqan uni ekran bo'lib. Bu yerlar kvadratga kirmaydi, bu yerlar ham kvadratga kirmaydi. Faqat yuzagi qismini kvadratga hisoblaymiz. Mana qaranglar, hozir mana joyda, mana shu joyda kvadratga hisoblamayman deyaptilar, tepasini ham mana. Faqat yuzaki qismi kvadratga kiradi. U buralgan, egilgan parod joylar umuman kirmaydi. Kirgizdirmas ekanlar. Yaxshi lekin ko'pchilik shularni ham hisoblashadi. Ba'zilar hisoblaydi, ba'zilar hisoblamaydi. Biz ishchi kuchiga ham shundoq, klientga ham shundoq beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Bu ham 1 million 600. Bu ham 1 million 600, 1,5 milliondan qilib beraman, aka. Gap yo'q. Mega dunyo obunachilari telefon materialda umuman o'zgarmaydi. Endi ba'zilar shvelar qo'yib bering deydi, ba'zilar 10 ga 10 brus qo'yib bering deydi. Umuman pullar raysi o'ynamaydi. Endi kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi. Mana shu anaqani doim aytaman. Lekin brus ham, o'sha qalin brus ham vazifani bajaradi lekin. Uni 10 ga 10 brus bo'lgan. Bu ham rossiyskiy shvelar bo'lgan bu ham. Bu shvelar, xolis shvelar, xolis brus. Brusni endi Samarqandga tayyorlaganmiz buni. Bu ham Samarqandga. U birinchidagi Nassaga, Farg'onaga tayyorlaganmiz uni. Buni birinchidagi katta Farg'onaga, bunisi Samarqandga, bunisi Qashqadaryoga, bunisi Samarqandga o'rnatamiz, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, kichikroq bo'pti-yu, lekin chiroyli chiqdi. Bu 3 ko'ch razmerda bo'lgan, balandligi 50 sm qo'shilgan, ikki tarafga 30 sm dan qo'shilgan. O'shanda eniga 360, balandligi 3,5 metrga tayyor bo'lgan nalichkalar bilan. Hozir endi ichi 3 darvozaga tushiradigan varianti. Mana qaranglar o'rtoqlar. 3 darvozaxonangiz bor, qanday turadi degan gap mana. Ko'ringlar-chi. Endi meniki 330 ga 370. Endi uniki 4 metrga 340. Endi uniki hop 360 ga 350. Bu birinchidagi. Nalichkasidan tashqari holatda. Misol grazin razmerlari 3,5 ga 3,5 bo'ladigan bo'lsa, 4-10 bo'ladi, balandligi 3,5 bo'lsa 4 metrga aylanadi. Nalichkani hisobiga. Nalichkani hisobiga. Va katta ko'rinadi. Bagati bo'lib ko'rinadi-da. Nalichka keyinchi ochadi. Marhamat, o'rtoqlar. Materiallar o'sha bir xil. Mana ular bilan bir xil deyilyapti. Umuman o'zgarmaydi, o'qa xudo xolasi. Bir xil bizda, hamma yo'g'i bir xil gul ishlaydi, bir xil material ishlaydi. Bu darvozalarning ichida bittanimi, ikkitasinimi shogirdlar qilgandan keyin qolganini hammasi o'zimiz qo'limdan chiqqan, o'zim svarka qilganman deyaptilar. Endi mana taroqli fasonamiz bor, aka. Bu 2 qavatli bo'lgan. Bu ham 2 lista bo'lgan. Sal jiddiyroq bunaqa gullarni xohlamaydigan akalarimiz uchun doimiy ko'rsatamiz. Har bitta videoyimizda bor soqqali. Lekin aka bizda haliga nima desa bo'ladi? Основной mana Samarqand fason bo'lib qoldi. Reklama ko'p qilganimiz uchun bundan ko'p yasaymiz. O'zi darvozachilar bitta darvozaga qandaydir o'rganib qoladi. Bularda Samarqand fason ko'p. Kimdadir mana taroqli fason ko'p, ba'zida high-tech ko'p. Kimdadir shtampovka darvoza ko'p bo'ladi. Bularda Samarqand ko'p bo'lar ekan, lekin mana darvozalardan ham yasashadi bemalol. Zakaz qilaverasizlar. Ponna qalin materiallar bu ham. 2 qavat 2 li, profillari 1,7 stenka bo'lgan, laklari toza lak bo'lgan. Mana o'zingiz saytiga bir baho berasiz, yaqinlashtirib qo'yasiz. Suv o'rnamaydi, yaltiroq. Xudo xolasa ideal holatda xizmat qilaveradi. Bu yerlar 2 qavat bo'ladi, bu yerlar 2 qavat bo'ladi. Bu yerlar 1 qavat bo'ladi mana yerlar. Aytib o'tish kerak. 2 qavat deganda ponna 2 qavat tushunishmasin. Bu yerlar 1 qavat bo'ladi, orqasi tekis, gladkik holatda bo'ladi. Endi bu yerlar bilan bu yerlar 2 qavat bo'ladi. Mana 2 qavat, mana 2 qavat. Buni gibka stonoyda zina qilib egdirib chiqilganda buni. Mana yerda chok bor o'rtoqlar, mana yerda chok bor, mana yerda chok bor. Boshqa yerda chok. Mana bu yerda chok bor, mana yerda chok bor. Mana o'rtalar mana yerlarda chok yo'q, mana yerlarda chok yo'q.
Buni narxini qanchaga bera olamiz? Oka buni 1.250 mingdan. 1.250 2 qavat 2 lilis, profillar 1.7 stenka, xohlasa 10 ga 10 brus, stokalarga, xohlasa rossiyskiy shveller. Pullar Rossiya o'ynamaydi. Qarang, 1 millionlar atrofida qilaylik shuni variantini. Oka 1.200 mingdan qilib beraman. Biz obunachilarga. 1.200 mingdan mana shunday holatda materiali ham umuman o'zgarmaydi. Sifati ham mana shunday holatda chiqadi. Bo'ldi. Bir qavat bo'lsa-chi men bog'da. Xo'p, bir qavat bo'lsa 1 million so'mdan qilib beraman. Bir qavat bo'lsa 1 milliondan. Endi bir qavatli deganda oka bu yerini o'zidan uv olib turib, ana Anjon chaspa deyiladi, shunda aylantirib chiqiladi buni. O'zidan uv olinadi, klientga tushuntirasiz. Undan ko'ra mana zo'r xizmat qiladi. Yaxshi varianti mana shu. Действительно, o'ta misol u 5 yil xizmat qilsa, mana 15 yil xizmat qiladi. Ana ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Endi navbatdagi bu high-tech bu. Bez nержавейка. Bularni 1 million 400 mingdan qilib berayapman. Xohlasa mana o'ralariga maylarga nержавейкаlar ham qo'yib beriladi. Endi oka mana uni Samarqand Fasonni bu oddiysi. Mana ha. Hozir buni eng qimmat qancha, eng arzoni qancha? 1 million 400 mingdan qilib beraman. 2 qavat 2 lilis, profillar 1.7 stenka, tagi 2 tonna rossiyskiy shveller bo'ladi. Endi sizlarga mana bu narsani ko'rsatishdan maqsad atay kraska qilishmabdi, kraskani olib kelib qo'yilgan, lekin ko'rsatib qo'yaylik, qanaqa materiallar ishlanadi, nimalar bo'ladi. Buniki 8 ga 4, 1.7 stenka bo'lgan. Ichlari 6 ga 4 bor. Qalinligidan maytidan sissilar bo'ladi, uni trubaga o'xshab yumaloq. Oka, endi bu Samarqand Fasonni prostoyrog'i bu. Sal unga qaraganda nisbatan ancha farq qiladi-yu. Uni ko'rgan odam buni olmaydi, aniq 100% bilan. To'g'risi gapda, ochig'ini gapirish kerak. Buni olmaydi. Nimaiki u buni oldida turgandan keyin bu ko'rinmaydi deb o'ziga. Misol klientlarga tashab beraman, tashab bering Samarqand Fasondan deyman, hammalar mashinadan tanlab chiqishadi. Qaraydi buni. Buni 1 million 250 mingdan qilib beraman, oka. 1 million 250 dan qilib. 1 million 250 mingdan material umuman o'zgarmaydi. Profillar 1.7 stenka, listlari 2 lik bo'ladi. Umuman o'zgarmaydi. 1 million 250 mingdan qilib beraman. Qarang, endi siz sexingizda to'g'risi Samarqand Fason ko'p ekan, haqiqatan ham realnisi. Listli deyman, shtampovka darvoza. Shtampov farqi yo'q, oka. Qilib beraveramiz. Liboysini qilib beramiz, xudo xolasa. Kataloglarimiz bor, tashlab beriladi. Imkon qadar kanalimiz bor, o'zimizda tashab beramiz. Imkon qadar Alloh taolo bildirgancha inshaalloh qilib beramiz. Farqi yo'q. Lekin 15 yildan beri ishlaymiz-da bu sohada. 15 yildan beri maktab 9-sinf, 8-sinfligimizda sho'tga tushganmiz. Biz почти 15 yil bo'ldi shu sohani ichidamiz, xudo xolasa. To'g'ri. Marhamat, haqiqiy ustani o'zidan darvoza olmoqchi bo'lsanglar, o'zi yana bir 3-4 ta darvoza bor ekan, uni o'rnatishga majbur bo'lib qolishdi, ularni ham ko'rsatardik. Ular ham Samarqand Fason. Ular ham oka ishonaydi, Samarqand Fason bo'lib qoldi-da. Действительно, ochig'ini gapirish kerak. Haliga nima desa bo'ladi? Manlarni ham iloji yo'q. Qo'ydi, endi bir xil bo'lsan, o'zi bir xil qo'ysan, o'zi bular vidini aytib turadi. Qanaqa darvoza chiqqan. Xudolar haqiqiy shohona darvoza qidirganlar uchun yaxshi joyga keldim sizlarga. Lekin oka 1,5 million so'mdan ag'aga tushib bera olmayman. To'g'risi gap. Imini Samarqand Fasonda shu 1 million 400 ming qilib beraman, lekin sizni nomingizdan telefon qilishsa 1,5 million so'mdan shunaqa holatda, shunaqa sifatda umuman materiallari ham o'zgarmaydi, stenkasi ham, misol kraskasining sifati ham umuman o'zgarmaydi. Qaranglar, mana bu darvoza endi 1 million 400 qilib beriladi shu darvozani o'zini, lekin yangi zakaz bo'ladigan bo'lsa 2 qavatligi variantini 1 million 500 mingdan o'tib bera olmayman deyishyapti. Endi men 1 million 700 mingdan qilib beraman, oka. 3 qavatda. 3 qavat. Ketgan materialga qo'shiladi. Misol mana darvoza, misol 1 tonna chiqsa, mana 1 tonna 300 chiqadi. Kilosida ham farqi bor-da. Misol 1845 kilo chiqsa, 2 lilis почти 50 kilo chiqadi-da. O'rtoqlar, bemalol zakaz qilib murojaat qilishinglar mumkin. Shohona Samarqand Fasonni originalidan o'rnataman degan akalarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab ustanovka, dastavkasi tekin, pulli o'ziga. Endi bundoqda klientlar ko'rishadi mana shu, misol darvozani mana shuni ko'rishdi, mana shu darvoza yo'qdi. Umuman hech qanday o'zgarmaydi. Gullari ham, misol qandoq ko'rsa shuni screenshot qilib tashlatsa ham rasmini tashab beraman. Shuni birga bir shuni qabul qilishadi. Bo'ldi, gap yo'q. Shuni boradi darvoza, shuni ko'rishadi, ko'rib bu darvoza bilan o'zlarining darvozalari bilan bu darvozani solishtirishadi, birga bir chiqadi hamma joy. Bo'ldi, gap yo'q. Kelishdik. Alloh salomat qilsin. Xudo xolasa bemalol telefon qilishaveradi. Inshaalloh bizda
haligi bir kishini oldash yo boshqa narsa yo'q, xudo xohlasa inshaalloh. Atka materialimizni qo'yamiz. Alloh taolo o'zi qalbimizdagini biladi-da. To'g'risiga ochiqni gapirish kerak. Bag'dan misol urib qo'ysa, Parvardigor o'zi ko'rib bilib turib berib nakazat qiladi Alloh. To'g'ri. O'rtoqlar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bilan bizni qo'llab-quvvatlab, podishka qilib turasizlar. Murojaat qilib, darvoza silsizlar, albatta baraka topasizlar. Sizlar xohlagan darvozani yasab berishadi. Siz ham misol aka, darvozachilar ichida ko'p yurasiz-ku. O'zingizga ham misol yo'q, o'zi kelib ko'rib siraz aytdim, o'zi gap bo'lishi mumkin emas dedim-ku. Gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli chiqibdi, materiallarda ham ayalmagan. O'zi bilinib turadi, usta bilan usta emasdi, farqi bo'ladi. Ustani o'zidan darvoza yasatmoqchi bo'lsanglar. 100%, ba'zilar misol 40%, ba'zilar 50% ma'lumot beradi-da. Men 100% ma'lumot berayapman. Nimaiki hech kimdan bekitadigan narsam yo'q-da. 100% nima metraj ishlasam hamma yo'g'iga ma'lumot berayapman. Hech kimdan hech narsa bekitadigan joyim yo'q. O'rtoqlar, keyingi videolarimizni ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Darvoza yasatishni o'zingizlar hal qilasizlar. Komment bitta yozib ham qoldiringlar. Nima deysizlar?